Orqamdagi manzarani ko'rib turganingizdek, Toshkent havosi inson hayoti uchun juda ham xavfli darajaga yetdi. Bunaqa vaziyatda o'zingiz uchun o'zingiz kurashmasangiz, boshqa hech kim kelib siz uchun kurash bermaydi. Ya'ni farzandlaringizni va o'zingizning sog'lig'ingiz faqat o'zingiz uchun kerak. Qolgan hech kimni qiziqtirmaydi. Bunaqa changli havoda bolalarda, kattalarda o'pka kasalliklari kuchayib ketishi mumkin. Shuning uchun birinchi tavsiyam har kuni oddiy natriy xlor bilan 5-6 mahal burningizni chayib yuring. Ikkinchisi, har kuni farzandlaringizga o'zingiz bir stakan qatiq iching. Sababi qatiq shunaqangi antioksidant xususiyatga egaki, butun organizmdagi zararli moddalarni olib chiqib tashlash xususiyatiga ega. Uchinchisi, uyingizda gul tuvaklarda gul ko'paytiring. Sababi o'sha gul uyingizni kislorod bilan to'yintirib berish xususiyatiga ega bo'ladi. Ibn Abbos va Anas ibn Molik roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam agar odam bolasining bir vodiy tillasi bo'lsa, u 2 vodiy bo'lishini xohlaydi. Uning og'zini tuproqdan boshqa hech narsa to'ldira olmaydi. Alloh tavba qilguvchilarning tavbasini qabul qilguvchidir dedilar. Xulosa o'zingizlar.